Burunning burnusida bir sirliq afsunba bo'lib, uni faqat unlik o'qisanizda bu sirliq hayotlik koridori ichiladi ekan. Buning bilan hikoyadagi kishilar balalar cho'chak dunyosiga kiradi ekan. U yerda biz cho'chakdagi barliq kishilarni uchirta olaylik. U bo'lsa-mu yangi girim balalar cho'chigi Mami. Ben şu. Tayarlığınla bitti mi? Biz çöçek alimiga barimiz. Yolga çıkaydık. Doktor! Yo, meni qutqizib ol. Birdan chidab tur, mana hozir. Birdan chidab tur. Men bo'lmagan bo'lsam, qandaymi qilib o'tdim, doktor? Yo, ba'zi chaqlarda hali asqatsanchimi? Shah ota, o'tinib qolay. Men uni topaman. Qara, o nima degan go'zal. Oğlum, o rastlı bekçiraylık. Lekin bilişin gerek ki Melikinin apsi Ankara'ya xonish intayin qo'rqinch hayal. Melikem, sizni bir ko'rish uchun har qanday mushkulotlarni yengishga roziman. Mening hayotim, mening muhabbatim, mening qalbim mangu sizga mansub. Oğlum, sen nimandaq joyli qildigansan? Sana ayan, Melikinin apsi azaldan to'y teklif qo'yganlarni har xil vositalar bilan murodiga yetkazmay kelyapti. Shah ota, mana ishini men cho'qim qalbi qila olayman. Biroq o'g'lim, bu ishda hech kim qalbi qilaligini yo'q. To'y taklif qilganlarning hammasi o'ldirib etildi. Qahramonlarcha o'lib ketishga rozimanki, bir umr uning ishqida majnun bo'lib yurgim yo'q. Mayli rozi bo'ling yoki bo'lmang, men baribir uningga to'y taklif qo'yman ota. Navkar, uni darhol band qilib edinglar. O ahmoqona ish qilib yurmasin yana. Labbay. Meni qo'yib etish, anlashdingmi? Sizga buyruq qilyapman. Anlashdingmi? Berib shahzodning xonasini topaylik. Nima qilay deysiz? U muhabbatlashmoqchi ekan, biz unga yordam qilishimiz kerak. Siz menga bundoq muomala qilsangiz bo'lmaydi ota. Meni chiqarib eting. Qanaqa ish bu? Sizlar kim? Mening ismim Yao. Dunyo bo'yicha eng donglik tavakkulchi. Xayrlik atigan, o'zimni tunishtirishga ruxsat qilgaysiz. Mening ismim Kol, doktor bo'laman. Men degan olim, falsafashunos ham muzik qadrlaguchi. Bo'ldi. Biz o'rtada yuz bergan ishlarning hammasini ko'rdik. Siz Malikani rostli yaxshi ko'ramsiz, ha? To'g'ri. Uning qishining go'zalligini til bilan tasvirlab berishga ojizlik qilmang, qaranglar. Rostli chiroyli ekan. Biroq siz uningga erishamasligingiz mumkin. Kim shunday deydi? Og'aylar, muhabbat hammadan g'olib keldi. Xayr, xo'sh. To'xtab turing. Nega bormoqchisiz? Xonishning yana biri Malikini menga berishini o'tinaman. Men ketdim. Mang doktor, o bizning yordamimizga muhtoj. Tez bo'l. Yo'q, biroq Malikining opasi to'y taklif qo'yganlik odamning beshini oladi. Malikiga to'y taklifini biz ana shahzoda qo'ydi. Kassiz shahzodani besh ketmamdi. Tez mang, berib unga yordam qilaylik. Bo'la. Shahzoda to'xtab turing. Biz sizlar birga boramiz. Sizlar zot nima qilmoqchi? Sizlar zot kim bo'lsizlar? Siz navkarni olmay bir yerga boradigan shaxslarni ko'rib baqqamidingiz. Navkarmi yoki sizlar zot? To'g'ri, hamroh. To'g'ri. Yo'lda hamrohingiz bo'laylik.
Bo'pti. Sizlar zot unmisanglar, undaq demanglar. Menga amra bo'lib, men bilan birga oshiqimning qasriga boraylik. Qanday? Muhabbatga erishganda dunyodagi hamma narsa intayin suyumlik tuyulib, hamma narsa xushallik uchimib, hamda hamma narsa xushbo'y buraydi ekan. Ha. Xushbo'y. Neredekini? Bu yer bir ses paypaqdek birawatmandi. Ahlileri meningcha xonish rasululloh shunday rahimsiz bo'lsa ko'proq odam ele olsak bo'larmikin. Demoqchi bo'lganim bir qadar qovulashganladim degandek. Sizningcha qanday ahlileri? Ay, anladыңmы? Тұра, орныңдан. Ay, тоқтаңlar. Ay, тоқтаңlar. Biz sizlar bilan birga boraylik. Bizning qo'limizdan hamma ish keladi. Men putimni uzartalayman. Agar putimni uzartadigan bo'lsam, hozirgidan 3 chasi uzraydi. Men havoni sümralayman. Agar havoni shundoq sumirdigan bo'lsam, hozirgidan 300 hassa yo'g'inayman. Hey, bular hargiz sal qaraqli bo'lmoqdak. Haqiqatan qolishgan. Bo'ladi, bizga hamroh bo'lib beringlar. Mayli. Rahmat sizlarga. Sizlar hargiz pushaymon qilmamsizlar. Hargiz undaq bo'lmaydi. Hargiz pushaymon qilmaymiz. Hey, o odamga qaranglar. Hey! Asta rahmanmabsan. Quliqimni gaz qilib tasqading. Nima ish qilyapsizlar? O't cho'pning o'sganlik ovozini tingshayotgan edi. Men bo'lsam, ahu dongdagi chigatkining usul o'ynishiga qarayotgan edi. O ish qandoq ekan? Menimcha ular cho'qim asqatidi. Ular faqat jirat bo'lsa bo'ladi ekan. Hey, sizlar shahzoda xizmat qilishni xohlamsizlar? Buning uchun tegishli haq olasizlarmi? Meningcha bo'ladi ekan. Biroq bir shartim bor. Akammo birga bo'lsin. U ana. Ha, chataq yo'q. Alilri, sizning kanoylaringiz ko'paydigan bo'ldi. Pek yaxshi bo'ldi. Bugun kechini mush yerda o'tkazaylik. Ata eng avval qilgan ish emas. Ata men maliga o'tliq muhabbatimni izhor qilaman. Hey, uning ko'zi nima bo'lgan? U nima shu ko'zini tengib oladi? Tangdoshsiz ko'z. Ular nima ish sening ko'zingni tengib olganligingni bilgisi bor ekan. Shahzodaga nima bo'ldi? U betap bo'lib qolgandi. Betap? To'g'ri. Uning kesili bakmi eg'ir. U aşk kesili bo'lib qoldi. Yo. Ular ne ketgandi? Ular bizni tashlab ketgan o'xshaydi. Yo. Biroq shahzoda joyida o'ltirdi-ku. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nima? Hey, nima qilyapsan? Shuni yondur, tez bo'l. Yandur, orasini bu atmabdi. Hey, anlanglar, xo'jayin uyg'ondi. O kelyapti-da. Endi biz yo'lga chiqaylik. Yo. Bu biz o'rlashtirgan ajoyib bir guruh bo'ldi. To'g'ri dedim. Men ularning karomatini ko'rib aldirib ketyapman. Keldik og'illar. Ashu mening Malikamning uyi. Sizlar qanday o'ylayapsizlar? Mening eng avval o'ylaganim qo'rqinish olimlari.
Tez bulunlar, meni kutquz belinglar. Bu o'tqa qoqlanib, to'lab o'lay dedim. Chaqqan bulunlar. Ha, bu rastlı garip adamken. Hey Semiz, sen onu tezden yedi vağın. O toğlap öley dedim devatıdı. Çataq yo'q, balkim u masqi tutqala. Mənla ağillə, həm də aşqımның vəsliyə yetidigan boldum. Mən biləmənla. To'xtanglar, meningcha bular kirsa malik qo'rqib ketamkin deyman. Shunlashqa ular bu yerda turib tursin. Ha, to'g'ri dedim. Mundaq bo'lsin. Ikkimiz shahzoda bilan birga kiraylik. Boshqalar bo'lsa, bu yerda siz saqlab turinglar. Şahzadı Şivariye geldi. Keçirgeyli aliləri. Oh yigit, sen qandaq vəz bilan bu yerga kelib qoldin, ha? O aliləri, sizning qizlarini əmrim gelish niyati bilan nurg'un mushkulotlarni biz keldim. Bilishing kerakki, qizimga erishishdan burun mening shartlarimni o'rindab, uningga mos keladiganligini isbotlashing kerak. Bo'ldi. Men buni anglagan aliləri. Undaqda yaxshi. Sen bir kechada 100 tuyoq kalini yeb etishing, 100 kup sharobni ichib etishing kerak. Agar bir kalining bir talmoyi yoki bir tam sharob ichib qoladigan bo'lsa, u chaqda kallang elinadi. Yigit, gapimni tushungansan? Bu adil bo'lmadi, Xonish oppa. Oldin qattiq shahzodaga 3 kali yeyishni va 3 kup sharob ichishni buyurgan edingiz. Bu qanday ish? Ha, davr o'zgardi, malikam. Oh, Xonish, meningcha bir odam yolg'iz taom yesa toza ko'ngli bo'lmaydi. Shunlashqa bir qancha do'stlarimni chaqirib, birga yesam-ku, bo'lar. Albatta bo'ladi. Biroq boshqalarning meni pixsiq, bexil deb qolmaslik uchun 300 suyoq kala, 300 ko'p sharob tayyorlayman. Qandoq? Agar vazifani o'rinlayolmasang, hamrohlaringni qo'shib qolsa elinadi. Malika. Bək yaxşı oldu. Mən yaydıqan məzilik göçlər qeyni. Bu haqiqatan esir ish bo'ldi. Dunyodagi eng go'zal qizlar muhabbatiga erishdan bo'ldim. Qadrligim, siz nima degan donishmand? Vasiyatingizda qizimizni to'y qildigan chaqda podshohlik o'rniga chiqsin deb tikansiz. Afsus. Toy təklifi qoyğucuların həmmisi nəhayət baldır ölüb getib. Toy günü gecə yaşayamavatdı. Tez bol. Vaqt to'shay deb qoldik. Ən axırqı bir damcıqa. Xonish, qaraganda sharoblardan yana bir necha ko'p basli bo'ladi. Orası devatı dualileri. Bu mumkinmi? Orası o'rinda dualileri. Tushundim. Sen rostilla menga kuyovul bo'lmoqchi bo'lsang, seni yana sinab beqishim kerak. Ular yeb ichishdan boshqa yana nima ish qila oladi ekan? Berib qarab boqqin. Ha, to'g'ri dedilar olileri. Masalan, o g'ayratmi, aqlliqmi, qovul ham sog'lommi degandek. Buningda chatoq yo'q aliləri. Undaqda texmi yaxshi. Chunki bu qatimqi ikkinchi shartni o'rindashda cho'qim boyaqdan deb o'tgan iqtidorning hammasini ishlatishga to'g'ri keladi. 2 kun ichida mening qizil dengizga tushib ketgan uzugimni tepib kelasan. Tushundingmi? Ha? Ha, unda qilamisan kallang elinadi. Xonish oppa. Bo'ladi, aliləri. Yana nima ish qilib qo'ysiz? Siz adaldan bunday qilib boqmagan-ku, Xonish oppa. Sana to'y taklifi qo'yguchilarning qanday shartga o'rindashini mana men belgilayman. Tushundingmi? Hey, bu yoqqa qarang.
Sizlar kim? Kim bo'lasizlar? Biz Shahzodaning sodiq hamrohlari bo'lamiz. Biz bütün kuchimiz bilan unaga yordam qilyapmiz. Bek yaxshi bo'ldi. Unga yordam qiladigan odam bor ekan. Undaq shahzodaga yetkazib qo'yinglar. Opamning yo'qotqini uzuk bo'lmasdan eksi bir tal halqa. Qara, o qiyraga o'zimni bir ko'z qo'ymaydigan bo'lsa. Biz uning o'zigini topalaymiz yo'q. Biroq u va'dasida turamdi, ha? Qizildingiz. U yerga berish uchun oz degandimi bir ishga vaqt ketdi. Bunaqa amal topimiz oilalari. Hey, uzun tura, biz bir 2 kun ichida Qizildengizga berib kelishimiz kerak. Qizildengiz u yerda? O tarafda. Qanchalik keladi? Ha, bir 2000 kilometr kela. Oh, yaqinga-ku. Undaqda yo'lga chiqaylik. Ko'pchilik, mening tasmamni ichishim tutulamsa, ha? Yo'lga chiqdi. Bu çokum Kızıldengiz. Bu chichondingizda bir taluzini qandan topqil bo'ladi? Dengiz, man qaranglamisa. Endi mening karomatimni ko'ringlar amsa. Ha, to'g'ri. U o'zi qanday shaklda ekan, ha? Aytinglarchi. Onun shaklini men bilaman. Oh, men faqat bir halqini ko'rdim. Aşağı, gel aşağı. Gel Muşa. O'zingiz mana xonish. Qaraganda bu shartlar sana nisbatan pek oson bo'lib qopti. Biroq sening qizimning holidan o'tdan xabar ola olmaydiganligini bilgim bor. Jinim bilan o'g'layman xonish alaylari. Ondaqda meni xotirjam qilay desang, yana bir qatimliq shartimga ma'qul bo'lishing kerak. Qani sizlar xonish alaylari. Ondaq bo'lsa, kech soat 12 gacha qizimni sog' salomat qo'g'dab tura olsam, uni sana yotiq qilaman. Xonish, xo'shallik bilan o'rindayman. Bu qatim yana qanday to'zoqlarni qurg'andi, ha? Mening amroq qizim keldi yigit. Endi uningga o'tdan qarang. Bular mening chakarlarim. Endi sizni Ben alileri tatılmam. endi sizni bag'rim qubasay. Nima degan baxtlik. Biroq har holda ehtiyot qilaylik. Eshik derazlarni mahkam etaylik. Qanday dedim? Doktor to'g'ri aytadi. Opamga osonlik tishangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Endi hech qanday ish chiqmaydi. Biz bexatar bo'ldik. Ularning nima qilayotganligini menga ko'rsatgan. Bu yerdekan minglari parchalanib, samatdek erib, hammasi uyquga ketsin. Kichik paxlanlardek qattiq, yanama qattiq uyquga ketsin. Qara doktor. Ko'pchilik hammalar qo'liqni yetib olinglar. O'rningdan tur qizim. Yo'lga chiqadigan vaqting bo'ldi. Tez u yerga borgin.
tez o çembereklik tamның yeniği bağın. Seni hiç kim tapamazdı. Tez bağın. To'xtang. Hay doktor ko'zingni och. Malika yo'qolib ketibdi. Ko'pchilik tez uyqulan ichingla. Ha? Meni yo'qolib ketibdi. Bu qanday gap zodi? Yerim kech soat 12ga yana 15 minut qoldi. Tinchlikla. Malikining qayoqqa ketganini anglab boqay. Anladim. Nima anlading? Önkürning ichida yig'layotgan ovoz angladim. Önkür? Bu yerdan u önkürga berish uchun taxminan 300 soat ketadi. Endi qarab turmay tez mangayli. Kelay deb qoldik. Tez bo'l uzun tura. Ha, to'g'ri. Bu yer shu. Men azaldan bunda xiyolani par tutib baxmagan, biroq endi sinab baqay. Sen cho'qim qila olaysan. Bo'la chaqqan. Ko'pchilik o'zimizni dolda qalaylik. Qo'rqmang malikam. Men sizni qutqizaman. Qani muzadam yordam qilmamsan. Tez bo'l. Men teg'izlarga yordamim tegmasligini eslab turgan edim. Qo'rqmang malikam. Sizga hech olmaydi. Malik keldi. Rahmat sizlarga, rahmat. 12ga yana 4 minut qoldi. Tez bo'layli. Tez. 10, 9, 8, 7, 6. Tanrım, senin katkılarına. Siz dunyo bo'yicha eng go'zal qiz. Menga yotliq bo'lishni xohlamsiz. To'y marosimini ko'rsam yig'ilg'im keladi. Ular qaytib ketdi. Oğlum, meni baxush qilibding-mi, ha? Men seni menga ko'rolmaydigan bo'ldim deb ekanman. Oğlum, bak yaxshi bo'ldi, ha? Shahada, qara, bular mening do'stlarim. Eng yaxshi amralarim bo'ladi. Sizlarni qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa, demisangmi bilaman, o'chiqim dunyo bo'yicha eng go'zal qiz mening kelgusidagi kelinim bo'ladi, shundaqmi? Qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olaman, suyimli qizim. Yo'q, bizning mang'ida vaqtimiz o'p qoldi. Bularning to'y marosimiga qatnashib bo'lib andim mangaylicha. Hozirla yetib uxlab qolasan. Bo'ldi qilsangchi. Bo'ladi. Seni diginachi bo'lsin. Endi sen mangayli, ha? Tayyorlig'ing bitdimi? Shunda. Semsila! Yerga balajigi! Shuningdan e'tiboran Shahzoda bilan Malika baxtli turmush kechiribdi.